Yana qanaqadir to'polon boshlandimi? Yo, bu qishloqqa jonga tegdi-yu, o'zini g'alati narsalari bilan hamma yoqni badbo'y hidga bulg'amoqda. Oy, qishloqqa bu yerdagi buni judayam hidi badbo'y. Oy, qishloqqa bu yerdagi narsalarni hammasini olib ket. Bu narsalarning jonga tegdi. Har doim shunaqa bo'laveradi. Shunaqa sassiq badbo'y hidlar hamma yoqqa tarqalib ketyapti. Tezroq ol bu yerdagilarni. Mana bu yerda ham qolib ketdi. Bo'ldi. Umuman tushunmayman-da. Sen nimaga men narsalarimni Esingdami o'tgan safar bunker qurishda meni yutqazib qo'yganding? Ha, Bu safar ham o'ynaymizmi? Menga farqi yo'q. Davay. O'ynasang o'ynabmiz-da, bu safar aniq yutqazasan. Xo'p. Hey, Nima? Tayper. Bo'ldi. Ko'ramiz, kim yutqazishini yoki kim yutishini. Buni biz hal qilmaymiz. Kommentariyadagi xullas odamlar hal qiladi. Xo'p, bizga birinchi bo'lib nima desam bo'ladi? Ya'ni bu moddaga bloklar kerak bo'ladi. Xo'p. Mana bu yashil blokning o'ziga xuddi qandaydir bunker, ya'ni qandaydir kinolarda bo'ladi-yu, xullas shunga o'xshash narsaga o'xshash blok ekan. Xullas shuni olamiz. Xo'p. Bu yerga qo'ysak, hamma tomonidan teng bo'lishi kerak. Axir bu Minecraft. Minecraftda esa hamma yoq to'rtburchak. Xo'p, ikkala tomonni ikki xil bo'lib qoldi. Mana bu joyga bitta qo'ysak, bo'ldi. Buni 3 ta qilamiz, chunki bu yerga kattaroq eshik qo'yamiz. Xo'p, bu yerdagi narsalarni endi yana tepaga 4 tadan blok qo'yib, yo'q, to'xtanglar, qishloqni normal u ham qurishni boshlabdi, faqatgina rangi oq ekan. Xo'p, mana bu yerga ham 4 ta, hamma tomonlarga 4 tadan blok qo'yib chiqamiz. Keyingi safar esa qanaqa bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu tomonga ham 4 ta, yana bu tomonni 4 ta blokli uzunasiga xullas shunga ulaymiz. Xo'p, endi esa bizga kerak bo'ladi oyna. Oyna olamiz. Chiroq. Keyin narvon. Xo'p, bularni qo'yib bizga keyin esa eshik kerak bo'ladi. Ya'ni dur deyiladi inglizchasiga. Xo'p, bu yerdagi stop, noto'g'ri qo'yib qo'ydim. Yana noto'g'ri qo'ydim. Endi to'g'ri bo'ldi. Toshni tushibdi bolalar. Juda ham zo'r. Endi esa bu yerlarga to'xta. Bu zanglaganga o'xshaydigan bu bo'lmaydi. Boshqa narvon olamiz. Mana bu rang juda ham tushsa kerak menimcha. Yaxshi. Zo'r tushdi. Xo'p, endi esa bu yerga boshqacha oynalarni qo'yamiz. Zirhli oynalar. Xo'p, bu yerlarga ham qo'yamiz. Hatto qo'yilib ketdi. Xo'p, mana endi bu yerga ham yana zirhli oynalar. Juda ham zo'r. Xo'p, endi esa nima qilsak bo'ladi? Bu yerga chiroqlarni qo'yib chiqsak, sal yorug'roq hamda chiroyliroq bo'ladi. Bo'ladimi o'zi? Xo'p, endi esa qishloqni ko'ramiz. Qishloq qanday qilyapti? Yo-mayo, nima qilyapti bu? Qanaqadir mayli. Xo'p, endi esa yana biroz to'xta. Tomni qilmabman-ku. Tomni ham qo'yib bo'lgach, xo'p, avval tomlarni stop. Buni olib tashlaylik. Bo'ldi. Endi esa tomlarni nima deyapman? Tomni yopamiz. Yaxshi, bo'ldi. Tomni yopib bo'lgach, endi nima qilsak bo'ladi? Xo'p, ichidagi pol qilamiz. Polni ham shunaqa rangda qilamiz. Ya'ni tepasi, usti hamda yonboshlari bir xil turish uchun. Agar hamma yoq bir xil bo'lsa, shunchalik chiroyli bo'ladi. Xo'p, bu yerlarni ham olamiz. Juda ham yaxshi.
Xo'p, mana endi esa bu yerga qo'yamiz. Yana 4 dona, 2 dona blok bo'ldi. Shu bilan bu yer. Vau, ichi juda ham chiroyli bo'ldi, chunki pasti bilan qo'ygan yonboshlari ham oq hamda yashil rang aralashsa qandaydir chiroyliroq bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Endi tepaga o'tsak, tepa. Hop, tepani mana bu joy ikkita blok tashlab bu joyga qo'yamiz. Aha. Hop. Keyingi video nima bo'lishi haqida kommentariyada yozib qoldirishlar. Men xuddi o'sha videoni qilishga harakat qilaman. Faqat Minecraft yo'nalishida. Hop, bu yerga esa oyna qo'yamiz. Ikkitadan. Ya'ni agar zombilar hujumi bo'lsa, bemalol ikkinchi etajga chiqib, bu yerdan bemalol ko'ra olamiz. Aha, mana bu joylarga ham. Bu joylarga esa shart emas oyna, faqat to'g'ridan bo'ladi. Agar orqadan yoki yonboshdan kelib qolsa, pastga tushib, pastdagilarini ko'rib olsak bo'ladi. Juda ham zo'r. Endi tepalariga yana bir bor ulab chiqsak, endi esa tomga o'xshash. Aha. Shunday. Zo'r. Yana shunday. Hammasiga shunaqa qilib chiqamiz, tomlarini yopib. Bo'ldi, всё. Hop, endi desam, yo-mayo. Bo'ldi. Yetadi. Oho, juda ham go'zal. Vau. Menga yoqdi bu. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ba'zi oynalarni ochiq qildim, havo kirish uchun. Yo-mayo, qishloqi juda ham nima desam bo'ladi? Вообще. O'tayam qandaydir chiroyli chiqibdi ham. Zo'r, bizga ham yaxshi. Bu yerlarni kengaytirsak, unda ham chiroyli bo'ladi. Aha, mana va mana. Yana bir bor uzun qilamiz. Bo'ldi, mana shu bilan mana bu joylarga qo'ysak, yana qo'yamiz. Sal qancha kengroq bo'lsa shuncha yaxshi. Bo'ldi do'stlar, mana bu joy yoqdi. Juda ham go'zal, pastlari ham. Aha, endi esa buni olib qo'yamiz. Chiroq qo'yamiz tepalariga. Tepa yana hamda yana. Bo'ldi, всё do'stlar. Hammasi zo'r. Endi esa qishloqning ishini kutamiz. Vau. Qishloq qachon bo'ladi bunisi aniq emas. Lekin yo-mayo, bu yerda yana qolib ketibdi. Bularni yerga ko'mib qo'yish kerak, bu qishloqni ko'rmasdan oldin. Ha, mana bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, qishloqniki ancha zo'r chiqdi deb o'ylayman. Kommentariyada yozib qoldiringlar buni. Vau. Juda ham zo'r do'stlar. Qachon bo'ladi bilmadim. Aha, quyosh pastga botyapti. Ya'ni kechki payt tushyapti. Qachon bo'ladi bu qishloq? Juda ham sekin. Aha, o'tayam nima desam bo'ladi, o'zini tabini, ya'ni nima desam bo'ladi, bir bolasini ishlatib. Qishloqqa bo'ldingmi? Ha, bo'ldi. Biroq senga birinchi ko'ramiz. Farqi yo'q, menikini ko'rib oqib qolmasang bo'ldi. Yo-mayo. Yo. Ko'rdingmi? Universal va bular shunaqa perfekt. G'alati. Nimasi g'alati? Har holda senikidan zo'r bo'lsa Eshik kerak. yopilib qoldi. Yopiladi, seni ko'rganda qo'rqib ketib. Minbar, uzr, mendan o'tibdi. Qilmaman, polon. Yo'q. 1 minut. Nima qilyapsan qishloqqa? Mana bu joyi juda ham zo'rroq. Chidasa bo'ladi, lekin tepa Nima bo'pti tepaga? Senga ham yoqmayaptimi? chiroyli, faqat nima desam bo'ladi, sal boshqacharoq qilish kerak edi. Nima bo'pti? Boshqacharoq qilish shart emasdi. Xo'p, Yur, seni uyga ko'ramiz endi esa biz meni bunkerimni ko'ramiz. Qara, yaxshi chiqibdimi? Xuddi haligi nima desam bo'ladi. Juda ham g'alati bo'pti. Qara, ichkarisidagi pollarni ham qildim. Sen hatto meni boyagi ichidagi narsalar pollarni ham rangiga qilmasan. o'xshar ekan senga. Faqat senga usti bo'pti. Xo'p do'stlar, qaysi birimizga yaxshi chiqqan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Va albatta obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, obuna bo'linglar do'stlar. Videoyimni ko'rasizlar, lekin obuna bo'lmayapsizlar. Xo'p, qishloqqa
Yo qishloqimi, yo menikimi? Xullas kimiki yoqqan bo'lsa, kommentariyada yana bir bor yozib qoldiringlar. Albatta meniki-da, meniki Xo'p. zo'r. Endi bo'ldi. Alimardon! Yo, qayoq